1911-yil Parij. Dunyoning eng mashhur muzeyi Louvre muzeyi odatdagidek ochiq. Minglab odamlar san'at asarlarini tomosha qilyapti. Ammo hech kim bilmasdi, tarixdagi eng katta o'g'riliklardan biri aynan shu yerda sodir bo'ladi. Gap Mona Lisa haqida ketmoqda. O'sha sirli kulgiga ega ayol rasmi. Bir kuni ertalab muzey xodimlari shok holatiga tushadi. Mona Lisa yo'q. Rasm devordan g'oyib bo'lgan. Politsiya darhol tekshiruv boshlaydi. Muzey yopiladi. Hatto mashhur rassom Pablo Picasso ham gumon qilinadi. Chunki u ilgari o'g'irlangan san'at asarlarini sotib olgan degan gaplar bor edi. Ammo asl jinoyatchi kim edi? Bu oddiy ishchi Vincenzo Peruggia edi. U muzeyda ishlagan va xavfsizlik tizimini juda yaxshi bilgan. U nima qilgan? U oddiygina ishchi kiyimida muzeyga kirgan. Hech kim shubha qilmagan. So'ng Mona Lisani devordan olib, ramkasidan ajratib, kiyimi ichiga yashirib olib chiqib ketgan. Eng qiziq joyi, u rasmni darrov sotmagan. U uni 2 yil davomida o'z uyida yashirib saqlagan. Nega? Chunki u o'zini qahramon deb o'ylagan. Uning fikricha, Mona Lisa aslida Italiyaga tegishli bo'lgan va uni Fransiya o'g'irlab ketgan. Shuning uchun u vataniga qaytaryapman deb o'ylagan. 2 yildan keyin u rasmni sotmoqchi bo'ladi. U Florensiyadagi san'at sotuvchisiga murojaat qiladi. Ammo bu katta xato edi. Sotuvchi darhol politsiyaga xabar beradi. Va nihoyat 1913-yilda Mona Lisa topiladi. Qiziq tomoni, Peruggia katta jinoyatchi bo'lsa ham, Italiyada uni qahramon sifatida kutib olishadi. U atigi bir necha oy qamoqda o'tiradi xolos. Ammo bu voqea Mona Lisani yanada mashhur qiladi. Shu o'g'rilikdan keyin u dunyodagi eng taniqli rasmga aylanadi. Bugun esa Mona Lisa Louvre muzeyida eng kuchli himoya ostida saqlanmoqda. O'q o'tmaydigan shisha ortida. Bu ma'lumotlar sizga qiziqmi? Unda bizni kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying va qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, bizning Telegram tarmog'imizga yuboring. Biz obunachilarimizdan kelgan ma'lumotlarni qadrlaymiz.